Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, alhamdulillah mana Madina Munawvaraga keldik. Madina Munawvaraning ko'chalaridamiz. Va mana kechqurun Namangandan Jiddaga uchgan hojanalar, hojatalar hammalari alhamdulillah yetib kelishdi, sog' salomat. Hozir Madina Munawvara Masjidun Nabaviyda atrofiga qisqagina tashrifimiz, ziyoratimiz. İnşallah ularga Masjidun Nabaviyda oldidagi diqqatga sazovor joylar, ziyorat qilinadigan joylarni inshaalloh tanishtirib, ko'rsatib boramiz. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Mana Madina Munawvaraga Alloh taolo yana bir bor kelish dedi, barchalarimizga nasib qildi. Hammanglarga haqqinglarga duodamiz. Alloh taolo hammanglarga bu joylarga qayta kelib, Rasulimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ziyoratlarda bo'lishdi. Uzotda masjidlarda, tarovehlarda qatnashishdi. Alloh taolo o'zi hammalarimizga nasib aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, alhamdulillah mana Madina Munawvarada Masjidun Nabaviyda atrofidagi ziyoratlarning birinchi kelgan joyimiz G'amomi masjidi. Mana hojanalar, hojatalar hammalar kelyapti. Inshaalloh bu joyda G'amomi masjidi haqida, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu masjidlari, Ali radhiyallohu anhu masjidlari borasida inshaalloh ma'lumotlarni yetkazib, ularga tushuntirib inshaalloh tushuntirib o'tamiz. Rahmanirrohim. Azizlar, alhamdulillah mana Masjidun Nabaviyga ham yetib keldik. Hojilarimiz bilan birgalikda Masjidun Nabaviyda aylanib bu joylarni tanishtirib o'tmoqdamiz. إلى الله